Barbarello. Yeah, broski. Hozirgi ishini hamma biladi, bu bloger. Birinchi ishini bo'lsa hech kim bilmaydi, даже men ham bilmayman. O'sha birinchi ishini hozir 1,5 minut ichida topishga harakat qilaman. Davay. Ketdi. Xo'p, birinchi ishini necha yoshingda ishlagansan? 15 yosh. 15 yoshda ishlasa bo'ladigan ish. O'zbekistonda bo'lganmi? Yo'q. Barbarello juda ham ko'p davlatlarga chiqib kelgan, shuning uchun bilaman, to'shto boshqa joyda bo'lishi mumkin. Rossiyadami? Yo'q, qayerda bo'lganman? Qayerda bo'lgan? Amerikada. Amerikada. Oy, okey. New York, Las Vegas, bro. Amerikada bo'lsa jaraqqina pul to'lashgan bo'lsa kerak. Soatiga necha pul edi? O'tta soatiga emas, bitta tadbirga $50 edi o'tda. $50 bitta tadbirga. Tadbirda 15 yoshli bola nima qilishi mumkin? Qanaqadir konsertlarda instrument chalganmisan? Yo'q. Nu konsert bilan bog'liqmi yo'qmi? Yo'q. Konsert bilan bog'liq emas. Qanaqa tadbirlar bo'lishi mumkin? To'ylarda fotograf bo'lganmisan? Yo'q. To'ylar bilan связаны или нет? Yo'q. To'ylar Restoranlar ofitsiant umuman emas. Podskaska bering. Aha. Turganimiz nima? Stadion. Shu stadion bilan bog'laydi. Значит, futbol bilan bog'liq. Nu Barbarello 10 yil futbolga borgan, shuning uchun nima futbolist bo'lganmisan 15 yoshli? Yo'q, zo'r bo'lardi. Lekin yo'q. Yo'q, futbolist emas. Okey. Futbol bilan bog'liq. Значит, futbolni matchlarda o'sha yerda turgansan nimadir qilib. Tak. Nu referi qilib qo'yishmasa kerak 15 yoshli bolani. Okey. Hop. Suv berib turuvchi bolami? Net! Yo'qmi? Juda yaqin lekin, Juda yaqinda. Okey. Davay, bratan, televizorda даже efirda ko'rib turasan u odamlarni. Futbolist emas, lekin stadionning atrofida Da. bolboymi? Da! Yes! Topdim do'stlar, topdim. Bitta o'yinga $50 beradilar. Aha, bitta o'yinga shundoq chiqib ketganda ko'pdan berib turgani uchun $50. Oyga qancha bo'lardi bu o'yinlar? Где-то bir hafta 2ta 3ta bo'lsa, oyiga где-то 500-600 chiqardi. $500-600 15 yoshda просто ko'pdan otib turgani uchun. Gap yo'q, Barbarello. Spasibo. Keyingi bloger kim bo'lishini xohlashingizni kommentariyada yozib keting va Sardor Shtenga podpiska tashlab qo'ying.